bir vaqtlar shu 9,000 so'mlik bitta bakalashka yog' bor-ku, o'shani olishga ham pulim bo'lmaganda. Lekin o'sha vaqtga ham tushkunlikka tushgan emasman. Nima uchunki, mayli atrofimda hech kim bo'lmasa ham, hech kim atrofimda qolmagan bo'lsa ham, yonimda o'zi bor-ku, eng katta kuchim o'sha meni. O'shaning uchun hozir musofirdami yoki masalan kamroq pul topayotganlarmi, mayli. O'sha kamroq topsangiz ham mayli. Shu uyingizga sog' salomat kelsangiz bo'ldi. Jarajon. Nima uchunki baribir ertami kechmi ketamiz-ku. Ana shuning uchun hech qachon tushkunlikka tushmang. Bu hayot sizga azob berish uchun, sinash uchun berilmagan. Bu hayotga mazza qilib yashash uchun berilgan. O'shaning uchun jarajon, dakazarga vat qiling, o'xshaydi, aniq o'xshaydi. O'xshagan va o'xshaydi. Faqat o'sha yaxshi hayotingiz kelishiga ishonishingiz kerak-da. Yurakdan ishonishingiz kerak. Shunaqa u sharoitingiz yo'qligi bu hammasi tugadi degani emas. Xudo xolasa hali zo'r bo'lasiz. Dunyoda birgina Allohga ishon. Nagahan kelganda qara kunlaring, ko'z yumib qacharlar ishonganlaring. Atrofingizda bitta bo'lsa ham Bekzod bormi? Unda ularning yashirin sirini eshiting. Bekzod beklar avlodidan, aslzoda degan ma'noni beradi. Ismidayoq bo'slik bor-da. Bu yigitlar sirtidan juda jiddiy ko'rinadi, to'g'rimi? Lekin ularning eng katta fishkasi adolat. Haqiqatni deb oxirigacha kurashadi-ku. Bekzodlar bilan do'stlashsangiz, orqangiz tog' bo'ladi, ishonaverasiz. Ularning psixologik sirri nimada bilasizmi? Ular har qanday qiyin vaziyatda ham sovuqqonlikni yo'qotmaydi. Emotsiyaga berilmasdan aniq yechim topadi. Tanishingiz bo'lgan Bekzodlarga bu videoni yuborib qo'ying. Bu hayotda kimga ishongan bo'lsam, bari aldadi. Yarim yo'lda tashlab qochdi. Men aldanishim mumkin, ammo aldamayman. Atrofga siringni sochaverma ko'p. Har qadam topilar makkora inson. Chin do'stlar ichida soxtalar ko'p. Dunyoda birgina Allohga ishon. Nagahan kelganda qara kunlaring, ko'z yumib qacharlar ishonganlaring. Dushmandan farqi yo'q ba'zi do'stlaring. Dunyoda birgina Allohga ishon. Dushmandan farqi yo'q ba'zi do'stlaring. Dunyoda birgina Allohga ishon. Yo'llarda qoqilsang, omading ketsa, yiqitib dushmaning murodga yetsa, qayg'urma hikmatdir nelar ketsa. Dunyoda birgina Allohga ishon. Mishmishlar tarqatar g'iybatchi satang, o'zganing ishi yo'q ahvol bo'lsa tang.
Allohga ishon. Shunday bo'l qilsinlar ketganlar attang, dunyoda birgina Allohga ishon. Sevgidan so'z ochsa bevafo sanam, ogoh bo'l yoniga tashlama qadam. Shaytonga dars berar ayyor odam, dunyoda birgina Allohga ishon. Umidjon do'stlardan kuydi necha bor, cho'qqasa kimlardir tortilar kimdor. Dünya qaytguchidir, axir Alloh bor. Dunyoda birgina Allohga ishon. Dünya qaytguchidir, axir Alloh bor. Dunyoda birgina Allohga ishon.